15-savol. Romik oltin gugurt 22% nitrat kislota eritmasida eritildi. Bundan nitrat kislotaning massa ulushi 2,2 marta kamaygan bo'lsa, sulfat kislotaning massa ulushi necha foizga yetgan? Xo'p. Romik oltin gugurt 15-savolda. Nitrat kislota eritmasida reaksiyaga kirishsa, nitrat kislota bilan sulfat kislota bilan azot ikki oksid hosil bo'ladi. 2 bo'lsa reaksiya teng bo'ladi. Shunda 32 gram oltin gugurt reaksiyaga kirishganda 126 gram nitrat kislota reaksiyaga kirishadi. 98 gram sulfat kislota hosil bo'ladi. Eritma massasi 60 gramga kamayadi. Azot ikki oksid. Shunda endi qancha eritilganini bilmaymiz oltin gugurtda, shuning uchun 32x deb oldik. 126x nitrat kislota reaksiyaga kirishadi. 98x sulfat kislota hosil bo'ladi. 60x eritmani massasi kamayadi. Endi 22% nitrat kislota eritmasini xohlagancha olishimiz mumkin. 100 gram oladigan bo'lsak, 100da 22, o'sha 100da qancha desak, baribir o'sha 22 gram nitrat kislota bor. Shunda 22 gram nitrat kislotadan reaksiyaga kirishyapti 126x. Eritma 100 gram edi dastlab. Endi 100 gramga plus 32 oltin gugurt qo'shilyapti, minus 60x, ya'ni eritmadan azot ikki oksid chiqib ketyapti. Shunda eritmani massasi kamayadi 28 ga. 28x ga, ya'ni minus 28x qilib. Nitrat kislotaning massa ulushi 2,2 marta kamaydi desa, shu dastlab 22% deydi. 22% ni 2,2 ga bo'lsak 10 kelib chiqadi, ya'ni 10% bo'lib qolishi kerak. Qismda 0,1. Shu tenglamani ishlaymiz. 22 minus 126x teng 100 ni 0,1 ga ko'paytirsak 10 minus 28 ni 0,1 ga ko'paytirsak 2,8x. 10 ayrilib o'tsa 12. Ya'ni 126x minus bo'lgani uchun bu tomonga plus bo'lib o'tadi va bu minus bilan baribir ayrilib ketadi. Shunda 123,2x qoladi. Xo'p, endi 12 ni 123,2 ga bo'lsak, x ni qiymati 0,097 chiqadi. Bizdan so'ragan sulfat kislotaning massa ulushini. Endi eritma massasi 100 gram edi. Ayramiz bundan kamayishni, buni 28 ga ko'paytirsam kamayishga 2,72 chiqadi. 2,72 gramga kamayyapti eritma massasi. Shunda 97,28 gram eritma qoladi. Endi sulfat kislota massasini topmoqchimiz. 98 ni ko'paytiramiz. X qiymati 0,97 ga. Natija 9,4 gram chiqadi. 97,28 da 9,54 bo'lsa, 100 da qancha desak, ya'ni oxirgi eritmadagi sulfat kislotaning massa ulushi 9,8%. Javob to'g'ri bo'lar ekan. 16-savol. Qaysi modda suvning doimiy qattiqligini keltirib chiqarmaydi? Magniy sulfat. Ya'ni sulfat va xlorid ionlari suvni doimiy qattiqligini keltirib chiqaradi. Kalsiy va magniy bilan bo'lsa, demak, doimiy qattiqlik keltirib chiqarmaydigani magniy gidrokarbonat qolar ekan. B javob.